Assalomu yaxshimisizlar akalar, charchaman. Yaxshimisizlar? Mana 2 xonali uyda istalgan pechkalarimiz kraska sepilgani, to'rli oldi orqa o't turadigan joyi, tomi to'rli materialdan bo'ladi, listdan. Yonboshlilari orqa duxovkasi 2.4, 2.5, 2.6, 2.3 shunaqa o'ynaydi. Uni odamlar pechka qanaqa desa to'rli listdan bo'lgan deb qo'yapti, uni aldab qo'yapti. Endi odamlar hamma yo'g'i to'rli ekan deb tushunib olyapti. Hamma yo'g'i to'rli bo'lmaydi bu pechkani akalar. Hamma yo'g'i to'rli qilish uchun akalar pastdan gaz yoqish kerak. Ko'mir o'tinga rasot ko'payib ketadi akalar. Hali ko'pchilik yolg'on bo'lib qolyapti, gapirib ashtadan sotib qo'yishyapti. Xudo xolasa bemalol zakasiylar qilinaveradi akalar. Mana pechkalarimiz, mana ochib qo'yasizlar, issiq uradi. Mana o't yoqasizlar. Buni g'aladoni mana. Streshlab kraskalangan varianti bu. Mana orqa tarafida hammasi reshotkasi bo'ladi. Bunisi akalar mana katta 1.30 ligimiz, bo'ylari. Oldida ikkita duxovka bo'ladi, orqasida bitta duxovka bo'ladi. Ovqat qiladiganligi. 1.5 ligimizda ham mana ovqat qiladiganliklari bor. Mana xudo xolasa akalar ko'rib ko'rasizlar mana. Ishga baho berib qo'yasizlar. Mana chaklariga mana ichlari. Chaklariga baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa ishlar o'ta sifatlik. Mana o't yoqasizlar. Ikkala tarafda mana bu yog'ida ham gaziga mana qo'yilgan mana teshigi bor. Bunda ham orqalarida gullari bor. Bu 5 ligimizni oddiysi bu. Narxlarini akalar. Bu 5 ligimiz ovqat qiladiganligini akalar 1.450.000 so'm qilib berdim. Kraskalanmagan variantini. Bu 5 ligimizda akalar oddiysini 1.200.000 so'm qilib berdim. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Narxlar tashqaridan 3-400.000 so'm arzon. Aloqadamiz akalar. Rahmat hammalarga.